Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek, bu texpasport. Mashinamiz yili 2014-yil Cobalt. Mashinamizga eng kerakli ishlardan bittasi temperatura datchik chiqarib berdik. Mashinamiz 2014-yil bo'ladi. Bizning zavodskiy tablosiga program orqali chiqarib berdik. 88 1 ga 1 ishlaydi. 2013-14-yildan to 18-yilgacha yo'q edi. Endi bizda 2013dan to Cobalt bo'lsa bo'ldi 2025-yilgacha hamma programmalarimiz keldi mana. Zavodskiy holatda programma orqali chiqarib berdik temperatura datchikni. Keyin akamizga rulab kelgan cruise control tizimini o'rnatib berdik. Mashinamiz mexanika bo'ladi. Cruise control tizimini o'rnatib berdik. O'ng tomon monitorda ishlaydi. Baland past hamma funksiyasi to'liq ishlaydi. Monitor uchun juda ham qulay. Chap tomon cruise control tizimi yonib o'chyapti. 2013-14 ga bo'lmaydi deganlar uchun mana cruise control tizim hamma funksiyasi ishlaydi. Faqat yaxshi qo'yadigan joyga qoldirsalar bo'ladi. Mana tayda avtomat rulni o'rnatib berdik. Zazorlar hammasi joy-joyida mana. Bitta ham zazor degan narsasi yo'q. Hammasi idealni chiqqan. Podsvetkalar ham yonib turibdi. Juda ham ko'plar qiziq kerak edi temperatura datchik. O'tgan safar yo'lga chiqqan paytimiz Surxondaryoga borib keldik, yo'l-yo'lakay qilib ketdik. Juda ham ko'p obunachilarimiz chiqdi, qilib berdik. 2018dan pastdagilarga qilganimiz yo'q, sababi bu narsa yo'q edi, shu uchun olib kirib berdik. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi. 1 ga 1. Mashina necha bersa, o'shani beradi. Issiq kunlarda juda ham kerak. Endi o'zini tablosida bo'lmaydi bu, tayda chiziq ham bo'lmaydi. Bitta probeg bilan tripni ko'rsatib turadi, tipa tushirsa bo'lmaydi. Zavodskiy chiqarib berdik. Hech qanaqa muammo qilmasa, shuni qarab ketaveramiz. Mashina qaynab ketsa, bemalol bilsak bo'ladi. Cobalt Sparklar yo'q bu funksiya, o'shani chiqarib beryapmiz. Narxi aksiyaga tushirib qo'ydik. 150 ming so'm bo'ladi. 20-iyungacha shoshilib qolamiz. Biz 15-iyun kuni Toshkentdan Surxondaryo Termizgacha boramiz. O'sha borayotgan paytimiz telefon qilsalaringiz, shu Telegramga yozsalaringiz, mana shu tayda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol yo'l-yo'lakay qilib berib o'tib ketamiz. 7 minut, 8 minut vaqt ketadi shu narsamizga bemalol qilsak bo'ladi. Cruise control tizimimizni ham 480 ming so'mga tushirib qo'yibmiz. O'zini zavodskiy ruliga o'rnatib beramiz uni. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi. 1 ga 1. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib qildirsangiz bo'ladi. Termizdagi obunachilarimiz 16, 17, 18-chisilar kuni Termizda bo'lamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaringiz Telegram orqali spiska yozib ochirib olib qo'yamiz. Videoni tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Mashinasi yili eski bo'lsa, bemalol shu xizmat qildirsa bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda.